Mushuklar, hoynahoy ko'pchilik uchun ular eng yoqimtoy jonivorlardan biri. Ammo antropologlarning fikricha bizning mushuklarga bo'lgan mehrimiz ortida qo'rqinchli haqiqat yotibdi. Assalomu alaykum. Siz Cheksizlik kanalidasiz va bugungi video mushuklar haqida bo'ladi. Islom dinida bu jonivorlarga alohida hurmat bilan muomala qilinadi. Mushuklarga masjidga kirishga ruxsat berilgan va payg'ambarlar uni eng toza jonivorlardan biri deb hisoblashgan. Yevropada ham mushuklarning obro'si juda baland. Mashhur ingliz siyosatchisi Winston Churchill o'z mushugini turli bayramlarga o'zi bilan olib borgan. Qadimgi Misrda esa mushuklarning hurmati har qachongidan baland bo'lgan. Misr aerograflarida oy ma'budasi Bastet ulkan qora mushuk ko'rinishida tasvirlangan. Marvel esa bundan ilhomlanib, o'zlariga yangi super qahramon o'ylab topishgan. Ammo nima uchun? Nima uchun mushuklar bunchalik bizning e'tiborimizni tortadi? Javob sizni hayron qoldirishi mumkin. Chunki biz aslida instinktiv ravishda ich-ichimizda mushuklardan qo'rqamiz. Gap shundaki, millionlab yillar avval qadimgi odamlarning ajdodlari turli yirtqichlardan himoyalanish uchun daraxtlarga chiqib olishgan. Ko'pincha bu foyda bergan, ammo mushuklar bilan emas. Qadimgi mushuklar hozirgidan biroz kattaroq bo'lgan. Qadimgi odamlar esa hozirgidan ancha kichikroq bo'lishgan. Shu sababli mushuklar o'sha paytlarda biz uchun eng xavfli yirtqichlar hisoblanishgan. Yirik mushuksimonlar emas, aynan nisbatan kichik mushuklar ko'proq xavf tug'dirishgan. Chunki ularning daraxtlarga tirmashishlari osonroq bo'lgan. Yer yuzidagi eng birinchi mushuk 30 million yil avval paydo bo'lgan deb hisoblanadi. Paleontologlar unga Proailerus deb nom qo'yishgan. Uning asosiy ozuqasi esa daraxtda yashaydigan sut emizuvchilar va ba'zi qushlar bo'lgan. Yoki 20 million yil oldin yashagan Azichelus mushugini olsak, bu mushuk asosan maymunlar va primatlar bilan oziqlangan. Ularga shu ta'm yoqadi. Albatta, maymunlar va odamlarning o'rtasida katta farq bor. Ammo aynan DNK bo'yicha biz ularga yaqinmiz. Inson DNKsining 90% maymunlarniki bilan bir xil. Shimpanzelar bilan esa bu o'xshashlik umuman 96%. Shunday ekan, qadimgi mushuklar uchun odam va maymunning ta'mi bir xil. Qadimgi primatlarning suyaklaridagi tish izlari ham buni tasdiqlab turibdi. Hozirgi mushuklar biz uchun mutlaqo xavfsiz bo'lsa-da, million yillik instinkt o'z so'zini aytadi. Mushuk bizga yaqinlashganida biz o'zimiz bilmagan holda unga e'tiborimizni qaratamiz, chunki ongimizning tub-tubida u haligacha eng xavfli yirtqichdek tuyuladi. Shunday ekan, biz mushuklarni tomosha qilishni yoqtirishimizga sabab aslida ularni yoqtirishimiz emas. Asl sabab bu qo'rquv. Bilaman, bu gapim sizga bema'nilikdek tuyulishi mumkin, ammo ba'zi odamlarda haligacha mushuklarga nisbatan jiddiy qo'rquvni ko'rish mumkin. Mushuklardan qo'rqish kasalligi ailurofobiya deb ataladi. Bu kasallikka uchragan odamlar mushuklarni ko'rishi bilan jiddiy qo'rquvni his qilishadi. Ammo shunga qaramay, hozirgi kunda mushuk bizning eng yaxshi do'stlarimizdan biri. Odatda sadoqat ramzi sifatida hammamiz itlarni eslaymiz, ammo mushuklar ham bu sohada ulardan qolishmaydi. Mushuklar o'z egasining qayg'usiga sherik bo'la olishadi. Ularning hurrillashi esa odamlarni tinchlantirish xususiyatiga ega. Bu hurrillash qon bosimini me'yorga keltirish va stressni kamaytirishga yordam beradi. Buning ustiga mushuklar uydagi zararkunandalarga qarshi eng yaxshi vosita. Angliya bosh vazirining Downing Streetdagi rezidensiyasida mushuklarga qirollikning sichqon ovchilari unvoni berilgan. Kulgili eshitiladi, ammo bu chindan ham rasmiy unvon va bu unvon ularga bekor berilmagan. Mushuklar bu yuqori darajali ovchilar. Ularning reaksiyalari eng chaqqon odamlarning reaksiyasidan 8 marta tezroq, o'rtacha odamlardan esa 15-20 barobar tezroq. Hattoki ilonning hamla qilish tezligi ham mushukning tezligidan past. Bundan tashqari mushuklar daraxtlarga tirmashishga juda usta va doim yerga oyoqlari bilan tushadi. Bu juda qiziqarli qobiliyat
va u albatta mushuklarning yashash tarzi sababli paydo bo'lgan. Gap shundaki, mushuklarning vestibulyar analizatori juda yaxshi ishlaydi. Ya'ni ular yer qayerda ekanligini ko'rishi shart emas. Ular buni butun tanasi bilan his qilishadi. Aslida vestibulyar analizator biz odamlarda ham bor, ammo ular mushuklardagachalik yaxshi rivojlanmagan. Har holda bizda hozir daraxtga tirmashishga ehtiyoj yo'q. Mushuklar uchun esa bu juda muhim. Shu sababli ularning vestibulyar analizatori biznikidan ancha yaxshi. Ammo bu analizatorni aldash ham mumkin. Vazinsizlik holatidagi mushukning harakatiga qarang. Bu holatda mushuk qayerga qulayotganini tushuna olmay sarosimaga tushib qoladi. U yerga oyoqlari bilan tushishi kerak, ammo yer qayerdaligini tushuna olmayapti. Olimlar mushuklar bilan bunday tajribalar o'tkazishganining o'zi ularning bu ajoyib jonivorlarga qanchalik qiziqishini bildirib turibdi. Bilasizmi? Aslida mushuklarning insoniyat taqdirida tutgan o'rni siz o'ylagandan ancha kattaroq. Bundan taxminan 10,000 yil oldin odamlar rivojlanishning yangi bosqichiga chiqishgan, ya'ni dehqonchilik bilan shug'ullana boshlashgan. Ungacha esa ozuqa topish uchun yashash joyini doimiy o'zgartirish kerak edi. Bu esa rivojlanishga xalal berayotgandi. Dehqonchilik esa odamlarga juda katta qulaylik yaratishi mumkin edi. Odamlar nihoyat doimiy yashash joyiga ega bo'lishlari mumkin edi. Ammo bitta muammo paydo bo'ldi. Sichqonlar ekinlarga zarar yetkazayotgandi. Ularni tushunsa bo'ladi. Axir odamlarning ekin maydonlari bu sichqonlar uchun haqiqiy bayram dasturxoni. Bir joyga yig'ib qo'yilgan bir to'da ovqat. Albatta sichqonlar bu vaziyatdan foydalanishgan va bechora dehqonlarning sho'rini quritishgan. Tabiatning shafqatsiz qoidasi shunaqa, ammo o'sha tabiatning o'zi keyinchalik dehqonlarga yordam bergan. Hamma ekinlarning bir joyda o'sib yotishi sichqonlar uchun bayram. Sichqonlarning bu joyda to'planishi esa mushuk uchun bayram. Oziq zanjiri shunday ishlaydi. Shu tarzda mushuklar ekin maydoniga tez-tez kelib turadigan bo'lishgan. Bu dehqonlar uchun juda foydali edi. Shu sababli ular mushuklarni yaxshi kutib olishgan. Asta-sekinlik bilan odamlar mushuklarni o'z uyiga ham olib kira boshlashgan. Va shu tarzda eramizdan 8000 yil avval mushuklar asta-sekin uy hayvoniga aylana boshlagan. Ularning asosiy vazifasi ekin maydonidagi zararkunandalarni yo'qotish bo'lgan va ular bu ishni juda yaxshi uddalashgan. Sichqonlardan qo'rqmay qo'ygan dehqonlar esa ekin maydonlarini kengaytirishgan va o'z-o'zidan mushukning ishi va obro'si ham ortib boravergan. Hammasi shu darajaga yetganki, qadimgi Misrda mushuklar muqaddas jonivorga aylanishgan. Buni tushunsa bo'ladi, chunki Misr xalqi o'sha paytlarda asosan dehqonchilikning hisobiga kun ko'rgan. Mushuksiz esa dehqonchilik imkonsiz. Hamma mushuklarni hurmat qilgan. Sal qattiq gapirib ko'rchi, xafa bo'lsa boshqa ekin maydoniga ketib qoladi va sen hosilsiz qolasan. Shunday ekan mushukka ehtirom bilan muomala qilingan va hatto sichqonlardan tashqari ham alohida ovqat berib turilgan. Boshqa yerlarga ketib qolmasligi uchun. Ammo shuni aytish kerakki, mushuk hech qachon odamlarning ovqatiga bog'lanib qolmagan. Hattoki hozirgi kungacha mushuklar o'zining ov ko'nikmalarini yo'qotishmagan. Hozirgi olimlarning kuzatishlari shunda ko'rsatmoqdaki, mushuk aslida to'liq uy hayvoni emas. U odamlarning yordamisiz ham istagan joyda yashab ketaveradi. Demak, qadimgi Misrda mushuklar aniq odamlarning uyida yashashga majbur bo'lmagan. To'g'ri, sichqonlarni jalb qiluvchi ekin maydoni mushuklarga yoqqan, ammo bu holat yiliga 12 oy bo'lmaydi. Shunday ekan mushuk odamlarning yonida yashashga majbur bo'lmagan. Unda nega o'sha paytda mushuk yiliga 12 oy odamlar bilan yashagan degan savolga Misrliklarning o'z javobi bo'lgan. Ularning fikricha mushukning shunchaki odamlarga rahmi kelgan. Bilmadim bu qanchalik to'g'ri. Har holda rahm shafqat ko'p hollarda faqatgina odamlarga xos xislat sifatida ko'riladi. Ammo qadimgi Misrda odamlar mushukni chindan ham dehqonlarga rahmi kelgani uchun ekin maydonini himoya qilganiga ishonishgan. Shu sababli qadimgi Misr afsonalarida mushuk doim mehribonlik, onalik yoki onalarga xos mehribonlik ramzi bo'lgan. Aytish kerakki, qadimgi Misr mifologiyasi doimiy o'zgarib borgan. Mushukning bu mifologiyadagi o'rni esa borgan sari yuqori ko'tarilgan.
Oxir oqibatda esa eramizdan avvalgi 3000 yillikda Misr mifologiyasida mehribon mushuk qiyofasidagi ma'buda Bastet paydo bo'lgan. Mana mushuklarga bo'lgan hurmat. Hozir ko'pchilik Bastetni faqat Qora Pantera filmi orqali tanisa kerak. Ammo qadimgi Misr xalqi uchun Bastet bu quyosh ma'budi Ra'ning qizi hisoblangan. Ba'zi afsonalarda esa hattoki Ra ham ulkan mushuk sifatida tasvirlangan. Shu tarzda dehqonning ekinini himoya qilgan mushuk afsonaviy jonivorga aylangan. Oddiy dala qo'riqchisi shohlardan-da kattaroq unvonga ega bo'lgan. Mushuklarning o'limidan so'ng ularning tanasi xuddi Misr shohlari kabi mumiyolangan. Bu juda murakkab va ko'p xarajatli jarayon. Shu sababli hamma ham o'limidan so'ng mumiyolanavermagan. Faqatgina Misr shohlari, ya'ni firavnlar va mushuklar. Ana obro'. Albatta, dehqonchilik faqatgina Misrda bo'lmagan. Yer yuzining turli qismlarida bu g'aroyib jonivor haqida eshitgan odamlar Misrdan mushuklarni sotib olishga harakat qilishgan. Mushuklarning narxi esa o'zingiz tushunganingizdek arzon bo'lmagan. Hozircha tekinga ham berib yuborishadi. Aynan mushuklar sababli odamlarda o'zlarining hayotlarini o'zgartirish imkoni paydo bo'lgan. Shu sababli rivojlanish aynan Misrdan boshlangan. Keyin esa mushuklarni sotib olgan boshqa hududlarda ham odamlar sivilizatsiya nima ekanligini his qila boshlashgan. Xullas, mushukning obro'si juda yuqori bo'lgan o'rta asrlargacha. Yevropada o'rta asrlar mushuklar uchun eng qo'rqinchli davrga aylangan. Gap shundaki, o'sha paytlarda din vakillari mushuklarni iblisning josuslari deb hisoblashgan. Bunga sabab esa ularning o'ta chaqqon va shovqinsiz ekanligi. Barcha jonivorlar yurganida qandaydir ovoz chiqaradi. Mushuklar esa yugurganida ham shovqinsiz yugura olishadi. Buning ustiga ularning ko'zlari qorong'uda yonib turadi. O'sha paytda odamlar bu yorug'likni juda notabiiy deb hisoblashgan. Biz-ku hozir bilamiz, bu oddiy yorug'lik refleksiyasi. Ammo o'rta asrdagi odamlar uchun mushukning yonib turgan ko'zlari do'zax olovini eslatgan. Shu sababli mushuklarning ko'pchiligi shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Odamlar ularni ovlashgan, qiynashgan. Xullas, Yevropadagi mushuklarning soni anchagina kamaytirilgan. Aynan mana shu davr qora rangli mushuklarga bo'lgan munosabatni o'zgartirgan. Hozirgi kunda ham qora mushuk ko'pincha baxtsizlik belgisi sifatida ko'riladi. Ammo o'rta asrlardan oldin aynan qora mushuk eng yaxshi mushuk hisoblangan. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz boya eslagan Bastet ham aynan qora rangli mushuk ko'rinishida tasvirlangan. O'rta asrlargacha bo'lgan yozma manbalarda ham qora mushuk odatda baxt va omad ramzi sifatida ko'rilgan. O'rta asrlarga kelib esa mushuklarning orasida aynan qora mushuk ko'proq yovuzlik bilan bog'liq deb targ'ib qilingan. Balki bunga sabab uning nisbatan qo'rqinchli ko'rinishidir. Balki o'rta asrlarda mushuklarga bo'lgan shafqatsizlik aynan qo'rquv sabablidir. Yoki hamma gap siyosatda. Gap shundaki, Sharq mamlakatlarida va xususan islom dinida mushuklar haligacha katta qadrga ega jonivorlar deb hisoblangan. Yevropa esa o'sha paytda Sharq bilan bog'liq ko'p narsani qoralashgan. Xullas, o'rta asrlardagi mushuklarning azoblari oddiy siyosiy o'yin sababli bo'lib chiqyapti. Bu haqida bitta hazil ham bor. Bilasizki, mushuklarning yuzi odatda xuddi nimadandir norozi bo'lib turgandek ko'rinadi. Nimadandir jahli chiqayotgandek, alamzada bo'layotgandek. Xullas, bitta hazil gapga ko'ra, bunaqa yuz ifodasi mushuklarda aynan o'rta asrlardagi mushuklar qirg'inidan keyin hosil bo'lgan. Xudoga soldim garchi. Shunchaki kulib qo'ydim xolos. Ammo bu shunchaki hazil gap. Tag'in kim bilsin, nima bo'lganda ham mushuklar haligacha insonlarning do'sti va hamkori. Hozir hammada ham ekin maydonlari yo'q, ammo uydagi zararkunandalar haligacha jiddiy muammo. Mushuklar esa bu muammoning eng yaxshi yechimi va ular doim bizga yordam berishga tayyor. Haqqini to'lasangiz bo'ldi. Mushuklar odamlarning evolyutsiyasiga hissa qo'shish bilan birgalikda o'zlari ham bizga mos holda o'zgarishgan. Masalan, ularning miyovlashini olaylik.
Bu ovoz aslida bekorga hosil bo'lmagan. Mushukning miyovlashi biroz bo'lsa-da chaqaloqning yig'isiga o'xshab ketadi va albatta hech qaysi ona bu ovozni eshitganida jim tura olmaydi. Mushuklar bu yo'l bilan ayollarga psixologik ta'sir o'tkazishadi. Shu sababli ko'p hollarda aynan keksa yoshli ayollar mushuklarga mehribonroq bo'lishadi. Boshqacha aytganda, agar mushukka haqqini bermasangiz, mushuk uni baribir undirib oladi. Shubhasiz bu jonivor bizning qalbimizni zabt etgan. Ochig'i u 10 ming yil avval bizning qalbimizni egallagan. Oxirgi 20 yilda esa ular internetni ham zabt etishdi. Mana shunaqa gaplar. Bir qarashda oddiy jonivordek tuyulgan mushuklar mana shunday qiziqarli o'tmishga ega. 20 million yil avval ular odamlar uchun eng xavfli yirtqichlar edi. 10 ming yil oldin esa ular ekin qo'riqchilariga aylanishdi. 6 ming yil avval muqaddas jonivorlar, o'rta asrlarda iblisning josuslari va hozirgi kunda internet yulduzlari. Keyingi safar o'z mushugingizga qaraganingizda bilingki, bu mushukning ajdodlari 5000 yil oldin qadimgi Misrda sizning o'sha paytdagi ajdodlaringizdan ko'ra ko'proq obro'ga ega bo'lgan. Shunday ekan, siz ham uning hurmatini joyiga qo'ying. Keyingi videoda uchrashguncha, xayr.